Assalamu alaikum qimmatli qarindoshlar. Bugun Emre Erdoğan tarafidan yozilgan Korona va Kayg'usining Dunyosi nomli maqolaning qisqacha mazmunini huzuringizga sunamiz. G'ayat cho'nliqdagi yer sharining fuqarolari bo'lgan bizlar navbatda tabiiy bir sinoqqa duch bo'lyapmiz. Bu sinoq yoki tajriba ijtimoiy fan sohasi tarafidan bakmo ishlatilmaydi. Bu sınaq yoki tajriba qandaqdir insonlarning usuli emas. Boshqacha qilib aytganda buni taqdir desakmi bo'ldi. Taqdirning qonunini bekitgan Alloh hayotimizda shundoq bir o'zgarish paydo qildiki, biz qat'iy burunqidek yoki hozirgidek holatda bo'la olmaymiz. Biz yashayotgan dunyo butunlay o'zgardi. Bu o'zgarish bilimda nihoyatda oz ko'rilgan sabab-natija munosabat prinsipining namoyon bo'lishiga turtki bo'ldi. Amerikada 2001-yili 11-sentabrda maydon kelgan terrorlik voqeasi yoki 1999-yilda yuz bergan yer tevashi hodisasi dal biz ko'z tutgan tabiiy sinoqlar qatoriga kirdi. Biz navbatda duch kelayotgan korona yoki Xitoy virusi tabiiy sinoq bo'lib, bu ofat tugagandan keyin na biz yashayotgan dunyo shu peti turmaydi. Ya'ni burunqidek bo'lmaydi. Biz kutib olgan yangi dunyoda bizga burun tonish bo'lgan barliq narsalar ham xato bo'lib chiqadi, hamda kam bo'lib chiqadi. Bizni kutayotgan yangi dunyo to'g'risidagi talash-tortishlar hozirdan boshlabla kun tartibimizni band qilishga boshladi. Hatto qiyomat ssenariysidan eg'iz echayotganlar bor. Hollywood filmlarida dunyoning allaburun bo'rilar dunyosiga, ya'ni rayimsizlashib ketganligi, hamma odamning hayotda qolish uchun bir-birsiga rayimsiz muomala qilganligi tasvirlandi. Bizmi mushundoq dunyoda yashayotganligimizga ishonadigan bo'lib ketdik. Ya'ni siyosat falsafasi Hobbesning qarishining dunyoda keng umumlashganligi to'g'risida qarashlar mavjud. Ba'zilar Mad Max ssenariysining qo'yilayotganligini demoqda. Korona, ya'ni Xitoy virusi tamoman yo'q bo'lganda dunyodagi fasillar burunga qaraganda texmo qilillashib ketadigan. Davlatlar, shaharlar, rayonlar, mahallalar o'ttirsidagi bo'linmalar texmo avib, hamma odam o'zining ijtimoiy chambarkiga kirib oladigan yangi bir dunyoga yuzlanishimiz mumkin. Albatta, bu vaqtda ijobiy qarashlar bor. Ba'zilar bu qatimqi virusga bir davlatning taqobil tura olmaydiganligini, shunga davlatlar o'rtasida hamkorlik bo'lganligini o'ttirib qo'ymoqda. Hozir yer sharlashgan noqul viruslar emas, balki sinoq qilish uskullari ilmshunoslar orasida o'zaro uchur va tajriba almashtirish qatorliqlarmi yer sharlashmoqda. Kunlarning birida bu virusni yo'qotadigan vaksina topilsa, bumi ulus davlat chegaralaridan halqib boshqa davlatlarga boradi albatta. Koronavirusi yo'qolgandan keyin hozirgi dunyo tartibiga o'zgarmasligi mumkin. Millatlarni va jamiyatlarni qanday boshqarish masalasi ustida talash-tortishlarmi chiqishi mumkin. Hozircha bu yuqumli virus tugimadi. Lekin buni yo'qotish haqida ba'zi qarashlar mavjud. Bu qarashlar bizga umid elib keldi. Buning gapi chiqyotdi. Koronavirusining dunyodagi tarqalish ahvoli qaysi hokimiyatning mundaq qilib aytganda qaysi hukumatlarning bu virusga taqobil turishda natija qozonganligini ro'shan ko'rsatib berdi. Afsus, insonlarning kallasiga virusga taqobil turishda mustabid va diktator hukumatlarning liberal va demokratik hukumatlarga qaraganda bakrak unumga erishadiganligidek tushuncha paydo bo'lishga boshladi. Ajiba virusni yengish yoki taqobil turish o'z yo'nalishiga qo'yiladigan ish bo'lmasdan jiddiy muomala qilishga tegishli ishmi? Hayotda hech qanday narsa qora yoki oq emas. Lekin biz duch kelayotgan holat bizni temir palaylari bilan qo'g'daydigan mustabid yiritquch maxluq bilan parvosizlarcha harakat qilayotgan ijtimoiy darwinizmning taqozosiga asosan ojizlarni shallaydigan turmuzlangan yiritquch maxluqdan birini tanlashga majbur qilib qo'yishi mumkin. Mustabid yiritquch maxluq xuddi qapqiyaman kuchlik bir dadaga o'xshash bizni dunyoning xatarlaridan qo'g'disa, turmuzlangan yiritquch maxluq bu ishga aralashmasimi, lekin erkinligini qo'ldan berib qo'yg'isi yo'q mustaqil organlar va shaxslar tarafidan turmuzlanishi mumkin. Xitoy virusidan keyin dunyo miqyosida davlatlarning qanday boshqarilganligi masalasida eng muhim omillardan biri yuqorida qayd qilingan
ikki kuchdan biri bo'lib qolishi mumkin. Amaliyotda uzundan buyon demokratiya yo erkinlik yoki bexatarlikdan iborat ikki tanlashga duch kelyotidi. Bu amaliyotda demokratiyaning mavjudlik salohiyatining krizisga duch kelishidan boshqa bir narsa emas. Shunga demokratiya mavjudlikni qo'g'dash uchun eng muhim prinsip bo'lgan erkinlikdan voz kechishi mumkin. Onun ustiga Xitoy yurosi chiqmasdan burunmi erkinliklardan qisman bo'lsa-mu voz kechishdak xohishlar bosh ko'tarayotgan edi. Har davlatda organlar bo'lgan ishonchmi ozayotdi. Ommaparast siyosatchilar demokratiyaning kirisidan foydalanib ta'sir doirasini kengaytayotdi. Xitoy yurosi dal mushundaq bir paytda yuz berdi. Navbatda dunyodagi ommaparast liderlarning navbatdagi krizisdan foydalanishga urinayotganligini o'tir qo'yganlarmi oz emas. Xitoy yurosi keltirib chiqargan eng og'ir oqibat vahimidir. Xitoy yurosining ijtimoiy ta'sirlarini izohlaganda inson omilini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi. Xitoy yurosi 2000-yillardan boshlab shakllanishga boshlagan vahim muhitini qaytadan jonlantirdi. Bo'libmi 11-sentabr voqeasi bilan bosh ko'targan terrorlik qilmishlari. Shundaqla mustabid davlatlar insonning eng tabiiy tuyg'usi bo'lgan vahimidan eng unumli shaklda foydalanib kelmoqda. Qadimgi Yunon rivoyatlarida urush tanglisi Aresning vahima va terror degan ikki bolasining borligi tasvirlandi. Mustabidlar va terror g'ariziga dal vahim orqali yetishni ko'zlamoqda. Bu nuqtani olib aytganda Xitoy yurosini terrorlik hujumi deb ta'riflasak bo'ldi. Chunki bu virus terrorizmga o'xshash eng yaqinimizdagi kishilarni hujum nishoni qildi va tez suratda ta'sirini ko'rsatdi. Biz hujum oldida o'zimizni chorasiz his qilmoqdamiz. Vahimining bizga ko'rsatgan ta'sirini his qila olmaymiz. Biz vahim his qilgan sari energiyamizni va zehnimizni hayot qilishga markazlashtiramiz. Vahim ichidagi inson diqqat iqtisodi bo'yicha ish qildi. Mavjudlikqa qartilgan tahdidga yuzlandi. Bundaq insonning xatar qarshimi o'zgaraydi. Vahima ichidagi insonga xatarlar o'zidan nechasi cho'ng bo'lindi. Hammadan chataqiri xatarlik bo'lmagan narsalarmi xatarlikdek tuyulgan bo'lib ketadi. Xitoy yurosiga o'xshash bundaq terrorlik unsurlari insonlarni o'lim bilan yuzlanishga ittirdi. O'lib ketadiganligi esi kelgan inson qadariyatlarga, kultur normalarga, diniga mahkam yopishadi. Din va ideologiyalar o'limsizlik tuyg'usi ato qilgan kuch sifatida rol o'ynashga boshlaydi. Xatarlarga duch kelgan inson o'zgilar bilan bo'libmi o'xshash din va ideologiyani o'rtoqlashmaganlar bilan o'tirisidagi fasilni texmo izlatadi. Ya'ni o'zini o'zgilardan yiroqlashtirdi. Bundaq mavhumlikda go'zal va'dalarni bergan liderlar va ideologiyalar texmo kelib qilarlik holga keldi. Biz tuyg'usi paydo qiladigan kimliklar kuchaydi. Vahima paydo qilgan bundaq muhitdan media va siyosatchilar obdan foydalandi. Media dunyoning o'z beti emas, vahimini texmo oshirib ko'rsatib, uni tijorat holatiga elib keldi. Media vahimini avutib qolmasdan bu vahimidan nima uchun qo'rqish kerakligimizni deb yurdi. Siyosatchilar vahimidan foydalanib hokimiyatni mustahkamlashga urindi. Ular vahimini o'z manfaatiga xizmat qildirish bilan qolmay, vahimini keltirib chiqaruvchini hujum nishoniga aylantirdi. Cho'qim buning javobgarini topdi. Mushundaq ahvollar ostida virusdan iborat bir terrorlik unsurga duch kelgan inson media va siyosatchilarning kuchi bilan passiv holga tushib qoldi. Kutish va vahimidan boshqa chorasi qolmagandek hisga kelib qoldi. Bu ahvoldan mustabidlar obdan foydalandi. Xitoy virusi oqlashgandan keyin biz virus mezgilida qanchalik vahim ichida qolganligimizni eslas keltirishimiz xolos. Bu maqolani yozgan kishi aslida koronavirus deb olgan edi. Men koronavirusning o'rniga Xitoy virusi degan iborani tanlab ishlatdim. Vaqt bo'lg'aysizlar.